Birinchi savolimiz 0,8 mol to'yingan monokarbon kislota kaliyli tuzi deyapti. Demak bu yerda düğme sintezi ketgan dastlab. Reaksiyani yozib olamiz. Radikal, noma'lum radikalimiz karboksil guruh va kaliy bilan birgalikda ishqor ta'sir ettirilgan kaliy gidroksid hosil bo'ladi. Alkan va noma'lum alkan va kaliy karbonat hosil bo'ladi reaksiyamizdan. Xo'p. Ishqor bilan qo'shib qizdirildi. Undan keyin qolgan qismi suvda eritilib elektroliz qilindi deyapti. Endi Kolbe reaksiyasi boradi. Qolgan qismi suvda eritilib suvli gidroliz ketgan. Xo'p. Gidroliz debman, elektroliz ketgan. Bu yerda radikal bilan radikalda karbonat angidrid va kaliy gidroksidimiz vodorod ajraladi. Kaliy gidroksid bilan vodorod katodda ajraladi, karbonat angidrid bilan noma'lum alkanimiz esa anodda ajraladi. Xo'p, bular tenglashtirib qo'yamiz. Koeffitsentlari 2 koeffitsentlar bilan tenglashadi. Jamimizga 0,8 mol to'yingan monokarbon kislota bergan. O'shanda 4 qism deyapti. Bir qismi ishqor eritmasida eritilgan. Bu esa 0,2 mol bo'ladi. Ya'ni umumiy 0,8 mol edi, o'shani 0,2 mol bu yoqda kaliy gidroksid bilan reaksiyaga kirishgan. Alkanni molini aniqlayman. 1:1 nisbatda bo'lganligi uchun bu ham 0,2 mol. Qolgan qismi, ya'ni 0,6 mol elektrolizga uchratilgan. Bu yoqda hosil bo'lgan alkan molini aniqlayman. 2:1 mol nisbatda, bu yoqda esa bu 0,3 mol chiqadi. Xo'p, tenglama qilib olamiz. Mana bu alkanni ikkala holatda hosil bo'lgan alkanlar 11,4 gramga farq qilsa, dastlabki tuzning molyar massasini aniqlang deyapti. Ko'rinib turibdiki, ikkinchi alkanimiz massasi kattaroq hisoblanadi. Dastlab shuni qo'yib olamiz. Ikkita radikal birikkan bo'lsa, radikalni SnH2n+1 deb olamiz. 0,3 mol ekan. 0,3 qavs ochilgan 14n+1. Farq kimdan? Dastlabki alkanning o'yin formulasi SnH2n+2 formula bilan ifodalanadi. Bu 0,2 mol ekan. 0,2 qavs ochilgan 14n+2. Mana shu 11,4 gramga farq qiladi. Tenglamani ishlaymiz. Xo'p, e'tibor beradigan qismimiz mana bu joyda radikaldan ikkita bo'lgani uchun 14n emasdan endi 28n+2 qilib olamiz. 0,3 ni 28 ga ko'paytirib qo'ysak, 8,4n+0,6 minus 28n minus 0,4 ekan 1,4 gramga farq qiladi. Tenglamani ishlaganimizda 5,6n teng bo'ladi. 0,6 dan 0,4 ayrilib 0,2, u ham 11,4 dan ayirib olsak 11,2 ga teng bo'ladi. N teng bo'ladi 2 ga. Ya'ni radikalimiz etil radikali bo'lgan ekan. Biz aytyapti, dastlabki tuzning molyar massasini aniqlang. Etil radikali karboksil guruh kaliyli tuzi. Xo'p, buni massasini aniqlab qo'yamiz. Mana bu 29, bu esa 83. Yig'indisi 112 ga to'g'ri keladi. Javobimiz A varianti.